Ayollar va erkaklar o'rtasidagi proktologik muammolar qanday farqlanadi? Bu ayollar ham erkaklar o'rtasidagi muammolar deyarli bir xil. Bundan 30 yil burungi statistikaga qaraganimizda ayollar kamroq kasal bo'ladi deyishgan, lekin oxirgi 30 yildan keyingi statistikaga qaraganda hozir erkak bilan ayolning kasallanishi bir xil. Endi qancha ko'p tarqalgan bu kasallik odamlar orasida. Men buni epidemiologiya, proktologik bolnik degan sohada ilmiy ish qilganimda Xorazm viloyatida butun tumanlarga borib qog'ozlarini tarqatib iltimos qilganman, o'rganganman. O'sha paytda 47.2% kasallik topildi odamlar ichida. Hozir endi bunday xorazmchasiga aytganda 2 odamdan bittasida bor desam bo'laveradi. Sizning amaliyotingizda eng ko'p uchragan noto'g'ri davolash usuli qaysi, ya'ni xalq orasidagi? Endi ayrim odamlar bilmasdan birovlarni gapiga quloq solib, har xil muolajalar qilish mumkin. Bo'lmasa har xil dorilarga yurish mumkin. Masalan, xloristik kalsiy degan dorimiz bor. Ko'psa aytadi, ichingdan qon ketsa shuni klizma qil, to'xtab qoladi deydi. Lekin uni qilish kerak emas. Uning ma'lum eritmasi bor, qiladigan o'zining qoidasi bor. Ana shu xloristik kalsiy yuborgandan keyin to'g'ri ichakli shilliq qavati chiriydi, nekroz bo'ladi. Keyinchalik u torayib qoladi, juda ahvoli yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun uni mutaxassis maslahati bilan qilgani ma'qul. Ish faoliyati ko'proq o'tirish bilan bog'liq insonlarda proktologik kasalliklar ko'proq uchrashi mumkinmi? Endi adabiyotlarimizga qaraganda uchrashi mumkin deb yozilgan. Meni 51 yillik tajribamni o'zim analiz qilib qarasam, u unchalik to'g'ri emasga o'xshaydi. Chunki normal o'tirib ishlaydigan odam, masalan, buxgalter bormi yoki bo'lmasa boshqa yozuv chizuv bilan qiladigan, u kuchanmasdan normal ishlaydi. Agar kuchanmasa, qorin ichidagi bosim kuchaymasa, u yerga nima jarohat bo'lmasa, u gemoroy bo'lmaydi hech qachon. Gemoroyning sabablarini hali aytdik. Demak, kim biladi deysiz? Endi adabiyotlarda yozilganga qarshi nima qilib bo'lmaydi? Meni tajribamda u odamlarda juda kam bo'ladi. Jamiyatda ushbu muammoning ochiq muhokama qilinishi bu tibbiy madaniyatga qanchalik ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu juda ham dolzarb masalalardan bittasi. Chunki buni ochiq oydin xalq ichida aytib tushuntirish juda qiyin bo'ladi. Uni qiyoslab bir narsalarga tushuntirib bunday qilish mumkin bo'ladi. Lekin bu narsa Chinivoy strana xirurgiya deb aytadi ruslarimiz. Bu jarrohlikning eng bir qorong'u tomoni. Bu nozik bo'lgani uchun ham buni hammasini tushuntirish qiyin bo'ladi. Buni qiyoslab boshqa hayotdagi narsalar bilan tushuntirish mumkin. Sizningcha, masalan, hozirgi savolimizga doir salomatlik or-nomusdan ustun deyishadi va lekin ko'pchilik insonlar aynan uyalish sababli ham ushbu kasallikni o'tkazib yuborishadi. Davolash davrini. Ularga qanday maslahatlar berasiz va bu qanchalik to'g'ri? Avvalambor hech kim kasal bo'lmasin. Agar mabodo shu yerda bir nojo'ya narsalar paydo bo'ladigan bo'lsa, buni vaqtni o'tkazmasdan tezda mutaxassisga murojaat qilib, kerak bo'ladigan bo'lsa davolanib, kerak bo'ladigan bo'lsa operatsiya qildirib qutulish kerak. Chunki bu gemoroy degan kasallik hech qachon o'z-o'zidan yaxshi bo'lmaydi. 10 yil, 15, 20 yil bo'lsa ham keyinchalik baribir oldirishga to'g'ri keladi. Shunday adabiyotlarda ko'rsatmalar bor. Endi har xil tashqi davlatlarda, Rossiyada bu ko'rsatmalarga qaraganda 0.07% malignizatsiya bo'ladi, rakka aylanadi degan joylari ham bor. Shuning uchun shu narsalarga o'tib ketmasdan oldin vaqtida davolanish kerak bo'ladi. Teletomoshabinlarimizga aynan proktologik kasalliklarga chalinmaslik to'g'risida tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat.
Avvalambor har bir odam o'ziga e'tibor bersin. Birinchidan tozalik, sanitariya bu masalalarga e'tibor qilish kerak. Ikkinchidan to'g'ri ovqatlanish kerak, ichish qotmaydigan bularga e'tibor berish kerak. Bu noma'qul odatlarni tashlash kerak. Spirtli ichimliklar, chekish bu masalalarni tashlash kerak imkoniyati boricha. Chunki bularning oxiri baribir yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bizning maslahatimiz shu o'zini toza yuvinib yurish kerak. Hojatxonada uzoq o'tirmaslik kerak. Mabodo biron bir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida proktologga maslahatga borish kerak. Savollarimizga bergan to'liq javobingiz uchun tashakkur. Rahmat, rahmat. Rahmat katta. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning ushbu soni orqali proktologiya yo'nalishidagi kasalliklar haqida o'zingizga kerakli tavsiyalarni olgan bo'lsangiz, biz bundan bag'oyatda mamnunmiz. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.